Rossiya O'zbekistonga gaz yetkazib berish hajmini oshirishi kutilmoqda. Kiyev Rossiyaning ballistik raketalari hujumiga uchradi. Putin Ukrainada yutqazmoqda hamda Gruziya va Armanistonni bosib olishi mumkin. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi faol bosqichga o'tdi. Urushlar endi faqat jang maydonida olib borilmayapti. Erdo'g'an endi esa batafsil. Ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroqqa yetib qoladimi? Umumiy holsizlik va energiya yetishmayaptimi? Tez-tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Unda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Erkaklik quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi va eng yaxshi yangilik, hozir 30% chegirma. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Rossiya O'zbekistonga gaz yetkazib berish hajmini oshirishi kutilmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqqa oshishi kutilmoqda. Bu haqda Xalqaro energetika agentligining joriy yilning 3-choraги uchun e'lon qilgan gaz bozori hisobida so'z boradi. Qayd etilishicha, Rossiyaning Yevropa ittifoqiga quvurlar orqali gaz eksporti 2026-yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5% ga oshgan. Ayni paytda Turkiyaga yetkazib berish hajmi joriy yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilga nisbatan 4% ga kamaygan. Rossiyaning Sibir quvvati quvur tizimi orqali Xitoyga gaz eksporti o'tgan yilgi darajaga nisbatan biroz oshgani kuzatilmoqda. Bundan tashqari, Rossiya Markaziy Osiyo markaz quvur tizimi orqali Qozog'iston hududidan O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berishni ko'paytirishda davom etmoqda. Rossiyaning O'zbekistonga quvur orqali gaz yetkazib berish hajmi 2025-yildagi 7 milliard kub metrdan 2026-yilda 10 milliard kub metrdan sal ko'proqqa oshishi kutilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlarida tabiiy gaz qazib olish ko'rsatkichlari turlicha ko'rinish olgan. Turkmanistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Bundan farqli o'laroq O'zbekistonda tabiiy gaz qazib olish hajmi 2026-yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 14% ga yoki 2.6 milliard kub metrga kamaydi. Erta tongda Kiyev Rossiyaning ballistik raketalari hujumiga uchradi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, Rossiya shanba kuni erta tongda Ukraina poytaxti Kiyevni ballistik raketalar bilan urib, kamida 6 kishini jarohatlagan. Bu haqda Reuters xabar qilgan. Reuters guvohi havo ogohlantirishi e'lon qilinishidan oldin shaharda bir qator kuchli portlashlarni eshitgan. Hujum natijasida bir tumandagi turar joy bo'lmagan binoga zarar yetgan. Boshqasidan tutun chiqayotgan va ish tashlash natijasida ofis binosi yonib ketgan deb xabar berdi shahar harbiy ma'muriyati Telegram xabar almashish ilovasida. Shahar meri Vitaliy Klichkoning so'zlariga ko'ra, transformator podstansiyasi ham yonib ketgan. Ba'zi turar joy binolarining derazalari esa sindirib tashlangan. Rossiya so'nggi haftalarda poytaxtda hujumlarni kuchaytirdi. Shu oygacha Kiyev va uning atrofidagi hududga qilingan hujumlar 60 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'ldi. Putin Ukrainada yutqazmoqda hamda Gruziya va Armanistonni bosib olishi mumkin. Mikhail Saakashvili Tbilisidagi qamoqxonada saqlanayotgan Gruziyaning sobiq prezidenti Devi nashri savollariga yozma ravishda javob berdi. Putin Ukrainada yutqazmoqda va ishonchim komilki, u to'liq nazoratni o'rnatish uchun parallel ravishda Belarus, Gruziya va Armaniston tomon ekspansiyani boshlaydi, deb yozgan Mikhail Saakashvili. U Rossiya prezidenti Gruziyaning sobiq bosh vaziri va yirik tadbirkor Bidzina Ivanishviliga bosib olingan Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlatlar sifatida tan olish talabini allaqachon qo'yganini ko'rsatib o'tdi. Mening fikrimcha, bu Tbilisining to'liq egallanishiga aylanib ketadi. Ivanishvili Rossiyaning talabi bilan Gruziyaning qurolli kuchlarini amalda yo'q qildi. Iqtisodiyot 99% ga Rossiyaga bog'liq. Gruziyaning unga yordam bera oladigan do'stlari qolmadi. Shu bois to'liq nazorat o'rnatilishi faqat vaqt masalasidir. Shu bilan bir vaqtda Putin Armanistonni ham egallashga harakat qiladi. Chunki u Pashinyanni mensimaydi va u yerdagi qudratli 5-kolonnaga tayanishi mumkin. Armaniston esa Gruziyani nazorat qilmasdan to'liq egallab bo'lmaydi. Bundan tashqari, qamoqdagi Gruzin siyosatchisi AQSh prezidenti Donald Trampning harakatlaridan mamnun ekanini ma'lum qildi. Bilaman, ko'plab ukrainaliklarga ushbu bayonotlar unchalik yoqmaydi, lekin Ukrainaga qurol yetkazib berilishiga, Rossiyaga qarshi Yevropaning 21-sanksiyalar paketidan ancha samaraliroq bo'lgan iqtisodiy sanksiyalarga qarang. Amerikaliklar Moskvani Kavkazdan qanday siqib chiqarayotganiga e'tibor bering va Ronald Reygan davridan beri biror bir AQSh prezidenti Rossiyaga nisbatan bunchalik qattiqqo'l bo'lmaganini tushunib yetasiz. U shuningdek, Ukraina Yevropa ittifoqiga qabul qilinishiga ishonch bildirdi. Biroq bu oson bo'lmagan jarayon bo'lishini ta'kidladi.
Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasi faol bosqichga o'tdi. Qayd etilishicha, 10-iyul kuni Qirg'iziston Transport va kommunikatsiyalar vazirligida Xitoy davlat temir yo'l korporatsiyasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Tomonlar loyihaning borishi va temir yo'l qurilishining keyingi bosqichlarini muhokama qilgan. Uchrashuvda Qirg'iziston Transport va kommunikatsiyalar vaziri o'rinbosari Almas Turg'unboyev va Xitoy davlat temir yo'l korporatsiyasi boshqaruv a'zosi Van Sizinsi ishtirok etgan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, loyiha bo'yicha asosiy xalqaro va investitsiyaviy bitimlar allaqachon imzolab bo'lingan. Shuningdek, bosh pudratchi aniqlanib, moliyalashtirish masalalari hal etilgan. Ayni paytda tonnellar, ko'priklar va boshqa infratuzilma obyektlari qurilishi olib borilmoqda. Qirg'iziston tomoni qurilishga mahalliy mutaxassislarni jalb qilish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarning materiallardan foydalanish va ekologik talablarga rioya etish zarurligini bildirgan. Uchrashuvda ikki davlat vakillari loyihani amalga oshirishda shaffoflik muhimligini ta'kidlagan va qurilishni belgilangan muddatda yakunlash uchun birgalikdagi ishlarni davom ettirishga kelishib olgan. Vazirlik yangi temir yo'l Qirg'izistonning transport imkoniyatlarini kengaytirishi, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashi va mamlakatning tranzit salohiyatini oshirishini eslatib o'tgan. Ma'lumot uchun, Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li mintaqadagi eng yirik infratuzilma loyihalaridan biri hisoblanadi. Yo'lning umumiy uzunligi qariyb 480 kilometrni tashkil etadi. Shundan 304 kilometrdan ortig'i Qirg'iziston hududidan o'tadi. Urushlar endi faqat jang maydonida olib borilmayapti. Erdo'g'an Turkiya Milliy mudofaa universitetida tahsil olgan ofitserlar rejalashtirish, qo'mondonlik va boshqaruv sohalarida yuksak salohiyat namoyon etayotganini alohida ta'kidladi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an zamonaviy urushlar tabiati tubdan o'zgarganini aytib, bugungi kunda qurolli to'qnashuvlar faqat jang maydonlarida emas, kibermakon va axborot sohasida ham kuchayotganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, an'anaviy urushlarda asosiy hal qiluvchi omil kuchlar to'planishi va harbiy platformalar soni bo'lgan bo'lsa, bugun texnologiya, axborot, uchuvchisiz tizimlar, tezkor qaror qabul qilish hamda qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Erdo'g'anning qayd etishicha, hozirgi mojarolarda kiberhujumlar, dezinformatsiya kampaniyalari, shuningdek, kamikadze dronlar orqali muhim infratuzilmalar, elektr uzatish tarmoqlari va savdo yo'laklari nishonga olinmoqda. Razvedka va real vaqt rejimidagi axborot ustunlikka erishishning muhim vositasiga aylangan bugungi sharoitda rejalashtirish, qo'mondonlik va boshqaruv har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda, dedi Turkiya rahbari.